Kindiq qinining to'kilishi. Ananing ochiq to'lg'iqi bilan yangi mehmon dunyoga ko'z ochadi. Ana tavallud qilganda, tug'ut onasining bola tug'ilgandan keyin qildigan birinchi ishi kindik kesish bo'ladi. Bola tug'ilganda uzun kindik bilan tug'iladi. Kindik balaning hamroyiga uloqliq bo'lib, shuningdan oziqliq so'mirildi. Tug'ilgandan keyin endi kindikning bu roli tugaydi. Shunga kindikni kesib etishga to'g'ri keldi. Tug'ut analari maxsus tayyorlangan asbob bilan balaning kindikini kesidi va bug'ib etidi. Ondan kindikka pok tuproqni elib chachidi va bu tuproqni balaning rizqining keng bo'lishi, ana tuproqqa sodiq bo'lishini, ana tuproqni gullantirish, ana tuproqni bulg'amaslik, ana tuproqqa shon-sharaf keltirish haqidagi tilaklarni tilaydi. Şuna kindiq qin tökülgen yer o adamning vatani bo'ladi. O kindiq qin tökülgen aşı vatan üçün qon ter oqqizidi. Ba'zilar hatto ömrünün oxirida dunyoning qaysi yerida faoliyat qilayotgan bo'lmasin, mana shu ana tuproqqa kelib, ana tuproqni oxiratlik makon vatan qilishni orzu qiladi. 抖音